Assalomu alaykum, hurmatli aziz jigarlar. Bekobod tumanimizga, ya'ni xos qishlog'imizga, xosimizni maktabiga juda katta yangilik. Buni bu yoq o'zi tushuntirib beradi. Yaqinroqdan olasiz. Men O'zbekiston Biznes inkubatorlari texnoparki assotsiatsiyasi raisiman. Bu tizim 1995-yil Vazirlar Mahkamasi 344-qarori bilan tashkil qilingan. Respublikada 25 ta o'quv markazimiz mavjud. Shundan 2 ta o'quv markazini hozir yollaganmiz. Bu yerda Bekobod tumanida kasb yo'nalishi bo'yicha asosan hozir 38-maktabda bugun ish boshlayapmiz. Uy hamshirasi, oila hamshirasi, ya'ni aholiga tibbiy yordam ko'rsatish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalasida o'quvchilarga o'rgatish, bolalarimizni o'rgatish, aholiga o'rgatish, oilaga kelganmiz. Bugun xudo xolasa ish boshlaydi, 40 soatlik programmada amaliy o'rganish bo'ladi. Ya'ni birinchi tibbiy yordam ko'rsatish deganda davleniya o'lchash, singanda, chiqqanda, favqulodda vaziyatda yordam berish, to vrachlar kelgancha. Shuning uchun aholidan bemalol kelib 38-maktabda dars mobaynida qatnashib amaliy o'rganishni so'raymiz. Biz hujjat beramiz, diplom beramiz. Diplomimiz faqat u o'rgangan hamkasblarni, uy hamshirasini birorta holatda mabodo qo'ni qo'shni jalb qilgan taqdirda uni himoya qilish uchun. Bu diplom ishga kirish imkoniyatini bermaydi, lekin oila uchun o'zi nomi ham oila hamshirasi. 40 soatlik o'quv materiali tayyorlangan, o'quv materiali asosida o'qitiladi. Domla, bu keyin necha hafta, necha oy davom etadi o'qish? Diplom olguncha qadar. Bu 40 soatlik programma diplom olgunga qadar mumkin. Amaliyotchi, vrachimiz kuchli bo'lsa, mumkin 2 haftada ham tugatishimiz mumkin. Bu endi maktab o'quvchilariga qaraydimi yoki fuqarolar ham o'qish mumkinmi? Bu maktab o'quvchilariga 50% qo'yganmiz, 500 ming, aholiga 1 million qo'yganmiz. Bu hamma uchun. Bu aholini sog'ligini, salomatligini to birinchi tibbiy yordam mashinalari kelguncha saqlab turish uchun. Amaliy yordam berish. 20 kun atrofida bo'ladi. 20 kun atrofida bo'ladi. Hamma narsani o'rganiladi, hattoki sistema qo'yishgacha. Amaliy bo'ladi, Amaliy, faqat amaliy bo'ladi. Diplom beriladi deyapsiz, endi yanada tushunarli qilib aytishimiz kerak albatta tomoshabinlarimizga. Diplom biron joyga ishga kirishga o'tadimi, o'tmaydi? Yo'q, oila hamshirasi o'tmaydi. O'zi uchun faqat. O'zi uchun qo'ni qo'shni birorta jalba qilsa, organga boshqa qilgan taqdirda uni himoya qilish. Buni diplomi bormi, yo'qmi deganlarga mana bor. O'qimagan, o'qishga haqqim bor deyoladi. Deyishga haqqi bor. Bekobod tumani bo'yichami polni yoki faqat bu Bekobod tumanida hamma maktabning o'zida, hududning o'zida, mahallada tashkil qilyapmiz bu kursimizni. Boshqa kurslar ham tashkil qilinyapti. Masalan, kompyuter kurslari shu maktabda o'tkaziladi. Boshqa kurslarga talab bo'lsa, masalan, elektrikami, gaz svarishgami, boshqami yoki povurlikami biz odam sonidan kelib chiqib, hokimiyat orqali tadbirkorlarga biriktirgan holda o'qish tashkil qilamiz. Ularga berilgan diplomimiz o'tadi hamma joyda. Agar ish o'rni bo'lsa-da ishga olmasa, biz u adliya tomonidan qilingan, nima qilib tasdiqlangan diplom uni o'tkazib beramiz. Demak, bitta soha emas, ko'p tarmoqli soha. Ko'p tarmoqli qurilishmi, ovqatlanish tizimmi, boshqami, sartaroshlikmi, hokazo hamma tizimga. Hammasiga diplom beriladi. Hammasiga diplom beriladi. Diplomni hammasi bizda amaliy. Leksion material berilmaydi, amaliy o'tkaziladi, amaliy ishlaydi, amaliy o'rganadi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Aziz tomoshabinlar, Bekobod tumani bo'ylab barcha maktablarda o'quv markazi tashkil qilinyapti. Mana prezidentimizga rahmat. Bunaqa holat, bunaqa yangilik oldinlar yo'q edi. Yangiliklarda davom etamiz. Rahmat, salomat bo'ling.